Ana tilimiz milliy ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. 21-oktyabr sanasi yurtimizda o'zbek tili bayrami kuni deb belgilandi. Qurban bo'ldi babolar, ular ketdi, sen qolding dilim. Bilanchaging uzla koshvari, kuylab o'tdi qadim navoni va navqiron yaproqlariga dil qonini berdi Navoiy. Samarqanddan Bobur ketarkan